Assalomu alaykum hurmatli podpischilarimiz. Bugun 8-fevral 2026 yil. Bugungi savdomiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni Ankadan kelgan O'rbek og'amizga 116 millionga naqd pul berdik. Inangaga kiltlari. Yaxshi kunlar to'lamining izi tirkab bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa O'rbek og'amizga bu ikkinchi Cobaltimiz. Nechik mashin ko'ngildagidimi? Savdodan rozimisiz? Narx Roziman, rahmat. Yine Elbekning shu salonuna gelip ikinci marta yine ikinci Cobalt'ni alayotimiz. Sodasını versin. Evet, mashinam ko'ngildagidek chiqadimi? Evet, gitsem hava. Haydi. Xudo xolasa endi yana bir niyetimiz var. Üçüncü ham alamiz ya Xudo xolasa. Yurtdoshlarga satgan mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan edi. Kraskalar 100% toza edi. 4 dona yumshoq balon metan gaz ustalikka qilingan edi. Qarang'ida sonlovuncha ko'rinib turibdi. Gazonlari bor edi. Mashinamiz 90 bin kilometr turadi. 90 bin 187 kilometr. Shunday asosida mashinamizning narxi 116 million bo'ldi. Kimga shunday sifatli va mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gayn ro'parasindagi Bog'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomeri bo'ladi, bemalol bog'lanasiz. Hamma sog'lik qilamiz.